Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Angliya Premier Ligasi 16-turida Manchester City Londonda Crystal Palace mehmoni bo'ladi. O'yindan oldingi jamoalarning taxminiy tarkiblari bilan tanishing. Crystal Palace: Henderson, Mitchell, Gehi, Lacroix, Richards, Klein, Kamada, Orton, Pino, Sar, Matita. Manchester City: Donnarumma, O'Reilly, Guardiol, Dias, Matheus Nunes, Nico Gonzalez, Doku, Foden, Sherki, Silva, Holland. Ma'lumot uchun hamyurtimiz Abduqodir Husanov ushbu taxminiy tarkibga kiritilmagan. Turkiya Superligasining 16-turi doirasida Başakşehir hamda Samsunspor o'rtasida muhim uchrashuv bo'lib o'tadi. Thomas Reis qo'l ostidagi Samsunspor so'nggi 3 bahsda g'alaba qozona olmadi. Nuriy Shayxin shogirdlari esa barqaror natijalar qayd etmoqda va bugungi bellashuvda 3 ochkoni qo'lga kiritishni maqsad qilgan. Fotomax nashri mazkur uchrashuv uchun jamoalarning taxminiy tarkibini e'lon qildi. Unga ko'ra O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Abbosbek Fayzullayev va Eldor Shomurodovlar asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda. Ma'lumot uchun bugungi uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da start oladi.